Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida eng so'nggi yangiliklari bilan Football Time kanali. Futbol olamida yangiliklar ko'p va biz sizga ushbu yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Agar siz eng so'nggi futbol xabarlaridan boxabar bo'lishni istasangiz, u holda bizning kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ushbu video ommalashishi uchun bir dona laykingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Biz siz azizlar uchun sifatli videolar tayyorlashimizda biz uchun katta motivatsiya bo'ladi. Barchasini bajargan obunachilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda biz videoni boshladik. Mundialdagi raqibimiz Cristiano Ronaldo kutilmagan bayonot berdi. Saudiya Arabistonining Al Nasr klubi va Portugaliya terma jamoasi hujumchisi Cristiano Ronaldo 2030-yilgi jahon chempionatida ishtirok etishi mumkinligi haqida fikr bildirdi. Ushbu turnir vaqtida u 45 yoshda bo'ladi. Men hali 2030-yilgi jahon chempionatida ham o'ynash imkoniyatidan voz kechganim yo'q. Men 41 yoshimda har hafta gol uryapman. Ehtimol yana 4 yil o'ynashim mumkin, dedi Ronaldo DAZN jurnalistlariga. 2030-yilgi jahon chempionati 6 davlatda o'tkaziladi. FIFA bu turnirga mezbonlik huquqini shunday taqsimlagan. Urugvay, Argentina va Paragvay turnirning ochilish o'yinlarini qabul qiladi. Musobaqaning asosiy qismi esa Ispaniya, Portugaliya va Marakashda bo'lib o'tadi. 2026-yilgi jahon chempionatida Cristiano Ronaldo boshchiligidagi Portugaliya terma jamoasi K guruhida O'zbekiston, Kolumbiya va Kongo Demokratik Respublikasi futbolchilari bilan raqobatlashadi. Hozirgacha Portugaliya terma jamoasining jahon chempionatlaridagi eng yaxshi natijasi 1966-yildagi 3-o'rin hisoblanadi. Turkiya Superligasi Eldor Shomurodov ramziy jamoadan o'rin oldi. Xabaringiz bor, Turkiya Superligasining 29-turi ham o'z nihoyasiga yetdi. Ushbu turda Nuri Shahin boshchiligidagi Istanbul Basakshehir o'z maydonida Gençler Birligini qabul qilib, yirik 3-0 hisobida zafar quchdi. Bellashuvda esa hamyurtimiz Eldor Shomurodov 2 bora raqib darvozasini ishg'ol qilib, dublni rasmiylashtirdi. Hamda SofaScore portali tomonidan 8,7 ballga loyiq ko'rildi. SofaScore portali tur yakunlangandan so'ng ramziy jamoani e'lon qildi. Mazkur 11talik tarkibdan O'zbekiston milliy terma jamoamiz sardori ham joy oldi. Ramziy jamoa bilan tanishing. Eslatib o'tamiz. Istanbul Basakshehir navbatdagi uchrashuvini 19 aprel kuni Trabzonsporga qarshi o'tkazadi. Rafael Leao yozda Milanni tark etishi mumkin. Portugaliyalik vingerga Bavariya va Barselona jiddiy qiziqish bildirmoqda. Milan hujumchisi Rafael Leao yozgi transfer oynasida jamoani tark etishi mumkin. Italiya Sport gazetasi xabariga ko'ra, 26 yoshli portugaliyalik futbolchining transferi 80 million yevro evaziga amalga oshishi ehtimoldan xoli emas. Manbada aytilishicha, so'nggi oylar ichida Leaoning rossonerilar muxlislari bilan munosabatlari yomonlashgan. Shu bois uning ketishi hatto shartnomasidagi 175 million yevrolik tovon puli bandiga qaramay ham real ssenariy sifatida ko'rilmoqda. Qayd etilishicha, futbolchiga Germaniyaning Bavariya va Ispaniyaning Barselona klublari jiddiy qiziqish bildirmoqda. Bundan tashqari Angliya Premier Ligasidan Manchester United ham variantlardan biri sifatida tilga olinmoqda. Saudiya Arabistoni klublari ham vaziyatni kuzatib bormoqda. Ma'lumot uchun, Leao 2019-yil avgustidan buyon Milan safida to'p tepib kelmoqda. Uning klub bilan amaldagi shartnomasi 2028-yil 30-iyungacha amal qiladi. Portugaliyalik vinger ushbu mavsumda 26 ta bahsda maydonga tushib, 10 ta gol va 2 ta assist qayd etgan. Transfer Market portalida uning narxi 65 million yevroga baholanmoqda. Ana xolos. Paxtakor Ahmedov sharafiga muzlatilgan raqamni yosh darvozaboniga berdi. Toshkent klubi 2021-yil 18-dekabr kuni Odil Ahmedov faoliyatiga minnatdorlik ramzi sifatida 25-raqamli libosni unga umrbod biriktirgan holda taqdim etgandi. Biroq bu raqam 2026-yilgi mavsumga kelib 18 yoshli posbonga berildi.
2021-yilning 18-dekabr sanasida Odil Ahmedov o'z kitobining taqdimot marosimida futbolchilik faoliyatini yakunlaganini rasman e'lon qilgandi. O'sha kuni Paxtakor rahbariyati Ahmedovga jamoaning 25-raqamli libosini umrbodga biriktirgan holda taqdim etgandi. Ya'ni Paxtakorda 25-raqam Ahmedov sharafiga muzlatilgan edi. O'sha paytda bu raqamda o'ynab kelgan Eldorbek Suyunov esa 2022-yilgi mavsumda boshqa raqamni olishiga to'g'ri kelgan. Lekin bu yilgi mavsum oldidan sherlar 2007-yilda tug'ilgan darvozabon Rasul Mamatovni aynan 25-raqam bilan zayavkadan o'tkazgan. Ushbu posbon U21 chempionatida bir marta asosiy tarkibda Okamaka o'rinbosarlari bilan hamda bir marta zaxiradan Qo'qon 1912 o'rinbosarlari bilan maydonga tushishga ham ulgurdi, deyiladi xabarda. Husanov Barsa afsonasidagi o'ynayapti. Husanovni afsonaviy himoyachiga tenglashtirishdi. Ayni paytda futbol mutaxassisi sifatida faoliyat yuritayotgan Angliya futbolining yorqin yulduzlaridan Gary Neville, Manchester City'ning o'zbekistonlik legioneri Abduqodir Husanov haqida iliq fikr bildirdi. Bir necha oy avval Abduqodir Husanov yuqori sport formasiga chiqishda qiynalayotgan edi. Hozir esa u to'satdan Ronald Koeman'ga aylanib qoldi, dedi Gary Neville. Darhaqiqat, 22 yoshli o'zbek futbolchisi keyingi paytda Xasab Gvardiola jamoasi himoya chizig'ining haqiqiy yetakchisiga aylanib bormoqda. Ekspertlar Husanovning o'yinida ijobiy o'zgarishlar bo'layotganini e'tirof etyapti. Manchester City murabbiylar shtabi mavsumning eng murakkab pallasidagi jiddiy o'yinlarda ham Abduqodirga ishonch bildiryapti. Xususan, manchesterliklarga joriy mavsum chempionlikni qo'lga kiritish imkonini bergan Londonda Chelseaga qarshi o'tkazilgan uchrashuvda ham Husanovning o'yini yuqori baholandi. Manchester City va Angliya Premier Ligasining rasmiy akkauntlari Husanovning Chelsea bilan o'yinda uzoq masofaga uzatgan aniq paslariga alohida e'tibor qaratib, maxsus video rolikni muxlislar e'tiboriga havola qildi. Ushbu bahsda Husanov 77 ta pas berdi. Shulardan 72 tasi aniq chiqdi. Ayniqsa uning uzoq uzatmalari ajralib turdi. Himoyachi 10 marta to'pni hujumning oxirgi qismiga yetkazib berdi. Jami 8 ta uzoq masofaga uzatilgan pasdan 6 tasi manzilga aniq yetib bordi. Futbolchi maydonda barcha 90 daqiqani o'tkazdi va himoyada ham, hujumni boshlashda ham ishonchli o'yin namoyish etdi. Joriy mavsumda Abduqodir Husanov barcha musobaqalarda 31 ta uchrashuvda ishtirok etdi. Ularning aksariyatida hamyurtimiz boshlang'ich tarkibdan joy olgan. Husanov Manchester City tarkibida Angliya Ligasi kubogida g'olib chiqib, legioner sifatida ilk sovrinini qo'lga kiritdi. 22 yoshli legionerimiz yanvar va mart oylarida Manchester City'ning eng yaxshi futbolchisi sifatida e'tirof etilgani ham uning jamoadagi o'rni va mavqei mustahkamlanib borayotganidan dalolat beradi.